Salom bolalar. Bugungi bizning tabiatshunoslik darsimiz mavzusi energiya qayerdan olinadi? Bugungi darsimizdan maqsad qanday energiya manbalari mavjud va energiya turlari haqida tushuncha olasizlar. Energiya manbalari insonga yashash uchun zarur bo'lgan energiyani olish imkoniyatini beradigan moddalar yoki tabiiy jarayonlar. Energiya bu jismning ish bajarish qobiliyatidir. Energiya turlari 3 turga bo'linar ekan. Bu mexanik energiya, issiqlik energiyasi va elektr energiyasi. Mexanik energiya jism harakati davomida paydo bo'ladi ekan. Issiqlik energiyasi esa zarralarning tartibsiz harakati natijasida paydo bo'ladi. 3-chi elektr energiyamiz esa harakatlanuvchi elektronlarning energiyasi, elektr tokidir. Jismlar yoki buyumlar iloji boricha uzoq vaqt ish bajarish uchun ularga energiyani to'ldirish zarur. Ya'ni energiya manbalaridan foydalanishlari kerak. Energiya manbalari insonga yashash uchun zarur bo'lgan energiyani olish imkoniyatini beradigan moddalar yoki tabiiy jarayonlar. Yerdagi asosiy energiya manbai bo'lib Quyosh hisoblanadi. Chunki barcha boshqa energiya manbalari uning sharofati bilan paydo bo'lishgan va shakllanishda davom etmoqda. Masalan, zavod va elektr stansiyalari ishlashi uchun tosh ko'mir kerak. U esa Quyosh energiyasi yordamida o'sgan qadimgi papartnik o'simligidan paydo bo'lgan. Biz ham siz bilan Quyosh energiyasini iste'mol qilamiz. Chunki biz ozuqa sifatida foydalanayotgan o'simliklar ham fotosintez jarayoni tufayli o'sadi. Go'shtini iste'mol qiladigan jonivorlar ham o'simliklar bilan oziqlanadi. Ya'ni yerdagi barcha tirik organizm Quyosh energiyasi bilan oziqlanadi. Insonlar uchun qaysi energiya asosiy ahamiyatga ega? Odamlar uchun eng ko'p talab etilgan energiya turi elektr energiyadir. Elektr energiyasiz biz kunimizni tasavvur ham qila olmaymiz. Elektr energiyasidan biz har kuni foydalanamiz. Odatda biz uyda foydalanayotgan elektr energiya yoqilg'ini yoqish yo'li bilan gidrostansiyalardan yuqorida tushayotgan suv energiyasidan foydalanib yoki yadro reaksiyasi yordamida ishlab chiqariladi. Bular energiya manbalari hisoblanadi. Energiya manbalari ikkiga bo'linar ekan: tiklanmaydigan va tiklanadigan energiya manbalari. Tiklanmaydigan odatiy energiya manbalari odam qayta yarata olmaydigan manbalardir. Tiklanadigan, ya'ni muqobil energiya manbalari qayta to'ldirilishi mumkin bo'lgan energiya ekan. Tiklanadigan energiya manbalariga Quyosh energiyasida, shamol energiyasida, yer qa'ridan olinadigan geotermal energiyada ishlaydigan manbalarni, o'simliklardan, yog'och ko'mirni qo'shgan holda olinadigan biomassa energiyasidan, don ekinlaridan olinadigan etil spirti va o'simlik yog'idan olinadigan biodizelni kiritish mumkin. Shuningdek, albatta sun'iy harakat oqibatida ishlab chiqariladigan gidroenergiya ham tiklanadigan manba hisoblanadi. Mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin shamol energiyasi, shamol orqasida olinadigan energiya. Mamlakatimizda energiyaning asosiy qismi tiklanmaydigan energiya manbalaridan qazib olinadigan yoqilg'i, tosh ko'mir, tabiiy gaz, neft va mazutdan olinadi. Mana bolalar,
sizlarga elektr energiya haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Endi mana shu mavzu bo'yicha sizlarga savollar beraman. Birinchi savolimiz: energiya manbalari deganimiz nima? Ikkinchi savol: energiya manbalarining qanday turlarini bilasiz? Hozir men aytib o'tdim, energiya manbalarining 2 turi bor deb. Qanday? Shu haqida qisqacha daftarga yozib qo'yamiz. Bolalar, endi uyga vazifa mana shu mavzuni yana bir bor takrorlab chiqish. Shuning bilan dars yakunlandi.